Tarxonada nimalar bo'lyapti? Mana akam ulgurji guruch magazinini ochibdi, bitta obzor qilamiz. Assalomu alaykum. Surat aka, yaxshimisiz? Ishlayingiz yaxshimi? Rahmat. Nimalar qilyapsiz aka? Bu buncha arzon guruchlar. Magazincha ochdik. Xalq maza qilsin deyapsiz-da. Endi uni hali do'kakliklar, hali grechka, garov shunaqa suyoqatga. Mana ular hali suyoqatli guruchi. 2 kilosi 15 ming narxlari yozilgan. Mana hali bozorda sotadiganimiz. Bozor bor. Ha, 2 kilosi 25 mingliklar 10 ming bo'ldi. Mana ular hali brend guruchlar mana ular. Boshqa davlatga eksport bo'ladigan guruchlar. Bu qancha aka? Bu 16 minglik hali oldi endi. Mana. Mana ular 2 kilosi 25 ming. Ba'da endi ichali choyxona boblari mana 35 ming, qora Andijondan boshqa viloyatlar kelsa ham, hamma Xudo xolasa hamma yoq bo'ladi. Mana bu Andijonda ko'proq ishlatiladi bu guruchlar, qora qiltiriq. Semichga ham olib keldi, ya'ni zerikanlarga. Mana narxlari yozib qo'yilgan. Akamga telefon raqamlarini qo'yamiz. Dastavka ham bormi aka? Endi qilib beramiz, iloji yo'q. Bo'ldi. Mana Kaptarxona xalqi maza qilsin deb akam mana zo'r narxlarni mana 12 ming, 10 ming, 30 ming, 35 ming, 25 mingdan oluvdik. Mana 10 minggacha. Kilosi 25 Вообще ming zo'r. kilosi. Aka manzil Bag'dan Vadildan kelish mana. Vadildan kelish, Bag'dan avvaldan kelish mana. Lokatsiya. Qassobxonasining yoni. Mana. Kaptarxona xalqiga ham bonuslar bor. Xudo xolasa tez kunda bitta rivojlansak, bonuslar qilib berasiz, aksiyalar bo'ladi, aka. Hali makron bu narsalar olib kelamiz. Tavsiya qilamiz. Men ham doim shu akamdan olaman. Hali bir marta yomon chiqmagan, zo'r hammasi. Tavsiya qilaman. Kelinglar mana. Mana. Bag'dan avvaldan kelish, Bag'dan Vadildan kelish mana. Aka, sog' bo'ling.